Dunyoda ota-onadan yuqorida hurmat qilinish kerak bo'lgan shaxs yo'q. Kim bor? Ota-ona, nomer 1 ota-ona. Takallufni zo'r ota-onaga, muomalani zo'r ota-onaga, dasturxonni zo'r ota-onaga, kiyimni zo'r ota-onaga bo'lish kerak. Xotinga emas, onaga. Dasturxonni zo'ri palonchi mehmonga emas, ota-onaga solinish kerak. Mulozamatni zo'ri palon joyda ishlaydigan yoki ko'chada bitta zo'ravonga emas, ota-onaga qilish kerak. Kerak bo'lsa tizzalash kerak. Dunyoda ota-onadan yuqorida hurmat qilinish kerak bo'lgan shaxs yo'q. Kim bor? Ota-ona, nomer 1 ota-ona. Takallufni zo'r ota-onaga, muomalani zo'r ota-onaga, dasturxonni zo'r ota-onaga, kiyimni zo'r ota-onaga bo'lish kerak. Xotinga emas, onaga. Dasturxonni zo'ri palonchi mehmonga emas, ota-onaga solinish kerak. Mulozamatni zo'ri palon joyda ishlaydigan yoki ko'chada bitta zo'ravonga emas, ota-onaga qilish kerak. Kerak bo'lsa tizzalash kerak.